Salom barchaga. Biz Minecraft o'yinini boshladik. Ayağımız do'konga chiqib ketdi. Turib yo'q. Biz uyimizga kelib oldik. O'yinni ham boshladik. Biz uyimizni ta'mirlamoqchimiz. Qani? Qani ketganmi? Mana yerda ekan. Mana chopamiz. Yuldirjit nima qilyapti? Mana aynalarni ham o'xshashini hammasini. Uyimni past qilaman men. Kim bu Yuldirjit? Yuldirjit. Yo'q Yuldirjit. Mana bu yerlarni chopinchi yana chopamiz. Yuldirjit. Churib. O'lasi bakazin hozir. Bitta pastga tushib chiqib qo'ydik. Qani chopamiz. Indirjit. O'ni. Biz uyimizni pastroq qilamiz. Nima bu? Qadimiy yo'l. Uyni tekshiryapti. Nima bu? Tezlik berkitmasa bo'lmaydi. Ko'zimga ko'ryaptimi? Yo'q, ko'rmayapti. Tushib ko'ramiz hozir. Qurol aslahalarni olib olamiz. Qani, olamiz. Ketdik. Qani bo'lmasam ketdik. Bu divan chop olaylik. Tepasida divan qo'ygan ekan, yana divan. Nima bu? Ehtimolga qarshi. Bu yerda divan ham bor ekan. Hazillashdik, o'zimiz qo'yib oldik. Buni bosib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi ketdik. O'zimni divanim. Divan jonim. Aytib tursin. Bizga sandiq kerak. Sandiq bor edi. Sandiq bor edi. Bu yerda hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaslik kerak. Shuni chopib yuboramiz. Bu ichkarida bizga asqotadi deydi. bu narsalarni Cho'ntakka solib. Ichkarida men nima borligiga qiziqyapman siz chunki. Mana Ajoyib biz böyle divanni o'rniga sandiq. Bizda shunchaki keraksiz narsalar xolos. Endi bu yerni ochib ko'rib, nima borligini ko'ramiz. kirga bilmadim, kerak yo'q bana. Voy, lavani qarang. Kirgamiz. Voy, yo'q. Oha, o'lib qoldi. Yaxshi biz qo'yganiga. O'lchimiz bor. Qilichni olamiz endi. Birinchi martamiz o'lib qoldi. Qani, Netga nima deb yozilgan ekan? 5 bosqichdan o'tinglar. Ha. Nima deb yozilgan bo'lsa mumkin bu yerga? Mayli. Yo'q. Ana. Yo'q.
suzamiz. Ertan qanday o'tish kerak? Ertan Yo'q, uyutdi. Birinchi tagiga kirib ko'rinishi nimadir bor bo'lishi mumkin. tayda bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerda bor. O, kiyimlar. Kiy olamiz. Kerak. Biz endi kiyinib olamiz. Kiyim qalay yarashyapti? Qalay yarashdi kiyim? Oy. O'lib qolmaslik o'zi. O'tdik. Yetib oldik. Urra! O'tgan nima yozdim? Bosh O, qilich. Qilich. Bizni qilichimiz bor lekin. Hamma boshqalarga qarshi. Endi bu qilichni nima qilamiz? Nima bu? Hozir ularni. Reaksiyon. Qalqan hozir yomonliklar. O, ana. Uchinchi jahon urushi. Ikkinchi jahon urushi bo'ldi. Qani, bu yerda nima bor ekan? Nechta bosqich ekan? 1, Bu birinchi, 2, 3. yo'q, qol lekin tayyor. Ikkinchi bosqich. O'tan 4, 5. 5 ta bosqichdan o'tibmiz. So'nggi sandiqlar nima ekan? Siz uchun nima deb o'ylaysiz? 5 ta sandiq. Qilich, yo'q, aslahalar. Qiziqyapman men. Men ham. Zombilarni nima uchun qo'yishdi ekan? Men shunga hayron bo'ldim. Voy, Narsalar bor ekan-ku. qilib qoldim. Keraksiz narsalar. Buni qaranglar, bu nima bu? Yomon topolamiz. Bu nima bu? Buni nima deysizlar endi? Mosonni tashlab qo'yaman u narsalarni. Bu endi kerak emas. Bu egasi buni olib. Qorasi bizda qolsin. Mana bu esa Mana. bizga mazza qilamiz bugun. Buni o'ylamagandik a. Buni o'ylamagandik a. Buni o'ylamadik. Bunaqa bo'lishini o'ylamagandik. Cho'ntak to'la. Cho'ntak. Olmos, oltin, zumrad. Ko'ryapsizlarmi? Вообще qilichdan 10 ta sotib olsam bo'ladi. 10 ta emas. Kuchaytirilgan indirjitdan sotib olsak bo'ladi albatta. Qani ketdik. O'zimizni qilich ham so'rab. Sonda 64 ta. Lava ham qo'shibdi, suv ham qo'shibdi. Zombi go'shti, temir nima, hamma yo'q bor ekan. Hamma yo'q. Endi suvga surmasak bo'lmaydi. Tezroq. Ukajon, bo'ling. Ana, ovoz. Nima ovozi? Tezroq. Tezroq bo'ling. Tezroq chaqildi zaten. Voy. Yo'q. O'lyapmiz. Voy, yo'q. Hammaga xayr, o'ldik va qutuldik. Xayr.